Mana bu detallarni ko'ryapsizlar. Mana shu hammasi mramordan qilib chiqilgandi. Asnovasi beton karkas. Oddiy beton karkas bo'lgan, lekin ustidan bu narsani yopishtirib chiqilgan bunaqa mana ko'ryapsizlar. Binoga osib chiqilgan detal bu. Полностью mana shu ajur dekorativniy. Dekorativniy degan buning boshqa funksiyasi yo'q, faqat chiroy uchun deb o'ylamanglar. Bu quyosh nuridan maxsus kesish vositasi hisoblanadi bu. Mana даже ko'rasizlar, orada ochuvchi qo'ygan joylarga mana bunaqasi yapaloq katta-katta sloylar berilgan. Sababi mana shu hamma detal quyoshdan primoy ichkariga quyosh tushishini saqlaydi, lekin shu o'rinda bu mutlaqo to'sib qo'ymaydi. Qisman qanaqadir to'sadi, to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushishini oldini oladi. Bu bino baribir xizmat qilish vazifasiga ko'ra muzey bo'lgani uchun bu yerga quyosh primoy shunchaki tushib qolishi yoki to'g'ridan-to'g'ri kun bo'yi davomida tushishi zararli hisoblanadi. O'shaning uchun mana shunaqa yechim qilib ketilgan. Endi bu yechimni biz o'zimizning binolardan foydalanishimiz mumkin. Aynan shunaqa emas, dekorativniy shunaqa ajur sifat bo'lgan quyosh to'suvchi elementlardan, jalyuzlardan foydalanib ketishimiz mumkin o'rtoqlar.